Yana bir milliy sertifikatda tushgan savol. 27-kuni chiqqan savollarni ishlab ko'rgan bo'lsangiz, albatta 28-kuni buni ishlagan bo'lishingiz kerak. E'tibor beramiz. 100 ning kubi ayrilgan 14 ning kubi taqsim ildizosi mana bu ifoda. Demak, bu ifodani 27-kuni tushgan savollarda o'xshash misol topishimiz mumkin. O'shanga bog'lab ishlab ketaman, to'liq yozishimiz uchun vaqt ko'p ketadi. Yo, alohida uni ishlashimiz mumkin. Demak, bu yerda 100 ni A deb belgilab olsak, 14 ni B deb belgilab olsak, demak, qanday ko'rinishga keladi? A ning kubi minus B ning kubi taqsim mana bu ifodani, ildiz ostidagi ifodani soddalashtirsak, ildiz ostida A plus A kvadrat plus B kvadrat plus AB ning qavs kvadratini berib qoladi. Demak, kvadrat bilan ildiz qisqaradi. Yuqoridagi suratning kublar ayirmasi bo'yicha ajratib yuborsak, A minus B A kvadrat plus AB plus B kvadrat ko'rinishiga keladi va maxrajdagi A kvadrat plus AB plus B kvadrat. Demak, bu bilan surat qisqarib ketadi. Natija A minus B qoladi. Ya'ni 100 ayrilgan 14. 100 dan 14 ni ayiradigan bo'lsak 86. Demak, misolimizning javobi 86 bo'lar ekan.